Bugun 9-aprel kuni Toshkentda Jahon savdo tashkilotining ilk xalqaro modeli ish boshladi. Ushbu platforma yoshlarni global savdo va iqtisodiy diplomatiya sohasiga amaliy jihatdan tayyorlashni maqsad qilgan. Tadbirda bir nechta davlat vakillarining ishtiroki unga haqiqiy xalqaro ruh bag'ishladi desak adashmaymiz. Bu esa O'zbekistonning JSTga qo'shilish jarayonida professional kadrlarni tayyorlashda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Jarayonlarda O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish borasida aynan hurmatli prezidentimiz boshchiliklaridagi bu boshlangan jarayonlar hozir eng jadal pallasiga kirgan va bu borada bunday modellarni o'tkazish bizdagi yosh kadrlar, yoshlarimiz, talabalar, el yurt umidi jamg'armasi stipendiyatlari, bo'lajak kadrlar bu jarayonlarni ichidan bila olish, uni amaliy nuqtai nazardan his etish va bunday kabi muzokaralarda ishtirok etish ularga keyinchalik turli davlat organlarida, davlat xizmatida faoliyat yuritayotganda to'g'ridan to'g'ri xizmat qiladi va yordam beradi. El yurt umidi jamg'armasi ham o'z hissasini bu borada qo'shib bormoqda. Birinchidan bu jarayonlarga kadrlarni yetishtirish masalasi. Biz turli sohalarda vakillarimizni hozir yetishtirib boryapmiz. El yurt umidi jamg'armasi 2000 dan ortiq hozir bitirib kelgan bitiruvchilari aynan turli sohalarda faoliyat yuritishmoqda. Mana hozir o'zida 700 ga yaqin bizning stipendiyantlarimiz dunyoning eng nufuzli universitetlarida, dunyoning turli chekkalarida tahsil olishmoqda. Aynan shular qaytib kelgandan keyin O'zbekiston Jahon savdo tashkilotining a'zosi bo'lgandan keyin uni qanday qilib yurg'izish, bu yerdagi bo'layotgan jarayonlar, siyosiy nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan va savdo munosabatlariga kirishdagi bo'lgan yangicha fikrlar, yangicha g'oyalarni olib kelgan holda faoliyat yuritishadi. Va bugungi kundagi biz tashkil etgan va biz tashkilotchilik qilgan bu albatta model jarayonlari bizni yosh kadrlarimiz, ular qatorida ham turli universitet talabalari hamda el yurt umidi jamg'armasi stipendiyantlari uni amaliy nuqtai nazardan bu simulyatsiyalarni o'tkazish, muzokaralarda qanday jarayonlar amalga oshiriladi, bir nuqtaga kelish, konsensuslarga kelish kabi yangicha g'oyalarni, yangicha ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Bundan asosiy maqsad biz a'zo bo'lganimizdan keyin bizga o'sha yangi tendensiyalarni yaxshi tushunadigan, zamonaviy fikrlaydigan kadrlar juda ham muhim davlatga. Bu nafaqat o'sha Jahon savdo tashkilotiga a'zolik nuqtai nazaridan, balki o'sha to'g'ri tashqi savdo siyosatini, tashqi iqtisodiy faoliyatni samarali yuritish uchun yangicha fikrlaydigan zamonaviy kadrlar juda ham muhim. Shu nuqtai nazardan demak bugungi tashabbus ham shu ehtiyojga o'zining katta hissasini qo'shadi deb ishonamiz va men ushbu universitet va el yurt umidi rahbariyatiga shu yo'nalishda hamkorlik uchun katta minnatdorchilik bildirmoqchi edim.